Agarda siz haqiqatdan noldan ovqat qilishga qiynaladigan bo'lsangiz, bu video sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Oddiy pista yog'idan 2 cho'mich solib, nomiga qizdirib oldim. Keyin esa tovuq go'shtini solib, orqa oldisini jazbuz qilib, qizartirib qovurib oldim. Go'shtni unaqa baland olovga solmaymiz, bo'lmasa muzlar kuyib ketadi. Go'shtni qovurish jarayonim taxminan 10 minutcha davom etdi. Videoda ba'zi bir joylarini kesib tashlaganman, shuning uchun sizlarga ko'rinmagan. Tovuq go'shtining o'rnida xuddi shunaqa qilib oddiy mol go'shti yoki qo'y go'shtidan foydalansanglar ham bo'ladi. O'zim xohlaganimdek rangi kelgunigacha qovurib oldim. Endi kartoshka solaman. Kartoshkani shaklini ham o'zingizga xohishingizga ko'ra kattaroq, kichikroq yoki umuman to'g'ramasdan ham yiri-yiri qilsangiz ham bo'ladi. Ziravorlar qo'shamiz. Manda hozir bu yerda piyoz, zira, chesnok, sladkий paprika va tovuq go'shti uchun mo'ljallangan ziravordan qo'shib oldim. Chesnok albatta solinglar, tovuq go'shtiga yana ham zo'r, ajoyib ta'm beradi. Endi yaxshilab qovuramiz. Olovni baland qilib olganman. Qozonim katta bo'lgani uchun olovim ko'rinmayapti. Eng balandiga to'g'irlab olganman. Ovqat yaxshilab qovurilgandan keyin 200 grammcha suv qo'shamiz va 1 soatga dimlab yopib qo'yamiz. 1 soat ichida orasini qopqog'ini ochib, kovlab turasiz. Tegidek suvi qoldi, qolmadi qarab turasiz. Agar gaz balandlashib ketib qolsa, suv kamayib qolishi mumkin, qurib shunda kuyadi. Bu joyiga juda ham e'tiborli bo'lasiz. Ba'zi bir endi ovqat boshlayotganlar bu jarayonlarga, bu etaplarga umuman e'tibor bermaydi. Oddiy bo'lgani bilan juda ham nozik jarayon. Yurakchani bosib qo'ysangiz ko'rib xursand bo'lardim.